Alisher Qodirov o'zbekistonliklarni zudlik bilan Rossiyani tark etishga chaqirdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyada bo'lib turgan o'zbekistonlik migrantlarni mamlakatni zudlik bilan tark etishga chaqirdi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida yozdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida mehnat migrantlari uchun vaziyat faqat yomonlashib boradi. Rus maxsus xizmatlari Markaziy Osiyoliklarni Rossiyada kutilayotgan notinchliklarning faol ishtirokchisi sifatida taxmin qilmoqda. Shu sababli ulardan keladigan foydadan allaqachon kechib bo'lingan, deydi Alisher Qodirov. Deputat Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosqinini qoralaydigan, o'zbekistonlik migrantlarga nisbatan mamlakatdagi g'ayriinsoniy holatlarga keskin munosabat bildiradigan sanoqli o'zbek faollaridan hisoblanadi. Aqlingizni ishlating, Rossiyadan tezroq keting. Hech qanday daromad ota-onalar va farzandlaringizning ko'z yoshiga arzimaydi, deydi u.